Klientlar ko'pincha lyuks xohlashadi. Hozir sirlarini ochaman. Qilmaganman lekin. Hilol opa, вообще sizni ishingizga oid sekretlaringiz bor? Конечно, hamma vizajistlarning o'zini sirlari bor. Aytamizmi bir sirlar? Boshlang opa. Qizig'imi sizlarga? Nima strelkalar har doim bitta o'xshamaydi. Menda ham shunaqa, lekin plan B bo'ladi deb asirlar. To'g'ri, plan B aytaymi? Rastashofkami? Конечно. Mana shunaqa rastashofka qilib qo'yaman, как будто dымчатый effekt bo'lib qoladi. To'g'risini aytsam, o'quvchilar o'qish kelganda baribir boshida o'xshamaydi-da, makiyajlari praktika olish kerak ko'p. Shuning uchun smoki qilganda shundoq agar mabodo xato qilib qo'ysang, ustiga sparkle bilan yopib yuborsak bo'ladi deb aytaman. Mana shunaqa aytaman. Keyin Hilol opa klient keladi-ku, shunda yuziga qarasam, miyamda mavj boshlanadi. Ton rangi, kosmetika, strelka qilamanmi, dымчатый qilamanmi, уже bo'ldi, makiyaj qilib bo'laman deb hayolimda. Hali ishimni tugatmasam. Lekin so'raysanmi, nima xohlaysiz? Unda har doim so'rayman, lekin bir xil aytadi-ku, o'zingiz nima xohlasangiz qilib beravering deydi. Ko'pincha vizajistlar vizga chiqqanda nimadir qolib ketadi. Sen nima qilsan? To'xtay, birinchi marta keldim-ku. Boya chetda nimadir bekitib qo'ydingiz. Hozir sirlarini ochaman. Menga lyuks deyotdilar mana. Vivian Sabona lyuks buni emas. ishlataman. Klientlar ko'pincha lyuks xohlashadi. Gapingizga bitta narsa esimga tushdi. Oказывается, shunaqa vizajistlar bor ekan. Budjetniy kosmetikani lyuks chiza qo'yadi. Ochilmaydi-ku hech. Ochilishlar hisob bo'lmaydi bu. Mana buni ochilishi kerak. Ochib bersam-chi hozir sizga shu. Ochadi ham. Qilmaganman. Ochilarmi? Ochilmaydi. Chalg'itding. Sirimni aytmoqchi edim. Vizajistlar kosmetichkasida yoki vizga chiqqanda produktlar ko'p bo'lmaydi. No даже 2-3 ta produkt bilan ham ideal makiyaj qilsa bo'ladi. Chunki ko'p produktlar marketing, konsiler, tonalka, pomada bilan rumyana, kremviy produkt ularni ham yuzga ham labga ishlatsa bo'ladi, ham teng qilib даже ishlatsa bo'ladi. Shunga malol hammasini o'rnini almashtirib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Bu ham vizajistlarning katta sirri. Mana shuni ko'rsatsak bo'lar ekan-a bir. Bitta-ikkita produktdan makiyaj qilib qo'yganmiz. Agar kommentariyada yozsanglar, mayli, men ko'ndiraman Hilol opamni shunaqa ikkita produkt bilan makiyaj qilib berishlarini.